Mana, ne oldu ha? Ha. Dada, biz bugün 4 saatlik tantarbiya dersida futbol musobaqasiga tushgandik. Men qo'li topdan birini kirgizib Rasma, futbolami? Ha, 8 0 qilib atdik. Voy, yaxshi. Yaraysan, o'g'lim. Dada, ol beni yerim qani. Mana. Dada, sen bu mashinani dalın mashinasiga almashtirib atgina. Nemishqa? Bir obdan menyotdi-ku. Bizning sinfdagi Alining dadasi dalın mashinasi opdi. U mening dadamning mashinasi, sening dadangning mashinasidan noche deydi. Onda degan bo'lsa, ha yaxshi bo'pti. Sening dadangni noche deb qo'ysang tugmadimi bola? Sen bu mashinani dalın mashinasiga almashtirib at. Bo'lmasa mashinaga chiqmayman. Bala, ben sana bir hikaye aytib beraymi? Nima hikoya? Mening kichik vaqtimdagi hikoya. Ha, bo'pti, ayta. Ben boshlang'ich maktabda o'qiyotgan vaqtimda opam ishlaydigan suv elektr stansiyasining oyliklar qo'rg'osida o'tirardim. Uydan mening maktabimgacha qatnash qolaysiz. Shunga cho'ng dadam kunda sahar turib meni maktabga borardi. Piyoda mansaq 1 soat atrofida aram borardik. Qish kunlari suv elektr stansiyasining yendiki ko'l bo'yidan o'tganimizda sovuq shamol jondan o'tadi. Assalomualaykum Rahman. Va alaykum assalom. Ishlar. Yaxshimi bola? Umidjon nima ag'ash ketaymi? Bo'ldi, men yo'ranglar. Ishki balni so'rab olamay qiynab qolsa qara. Onasi Umidjon aka sama yolg'iz qolmamda. Onasi bu bir-birimizga hamroh bo'lib ketyapmiz. Men yuragim. Umidjonni to'nglab qolmasin deyman-ku. Ya, to'g'ri. To'ngladingmi? Ma'qulmiz, men menga beray. Ma'qul, xo'sh. Qarab yanglar. Mening bir sinfdagi savolchim edi. Uning oilasidagilar bilan bizning oilamizdagilar urug' tuqqandek o'tadi. Shunga Dilmuratning dadasi Dilshod tog'am meni o'z o'g'ildek ko'radi. Biroq Dilmurat doim tishimga tegadi. Chunki uning dadasining velosipedi bor edi. Bir mezgildan keyin singlimmi yasliga boradigan eshigi to'shdi. Muyassar kichik opammi? Shundoq. Shu vaqtda singlim ikkimiz Japonni rosa tatib oldik. Amaliyotda hozir o'ylasam, Japo tatiyotgani singlim ikkimiz emas, dadam ekandik. U cho'ng-cho'ng qadamlar bilan itdek mang'atdi. Men yetisholmay yuguraydim. Singlim osonla yerib qoladi. Shuning bilan dadam singlimni ko'tarib oladi. Maktabga borguncha dadam singlimni ko'tarib, chiliq-chiliq tagiga cho'mib ketadi. Bolam, rasm sizga tushgan qarabdimi? Qamoqni birdan desima. Qizim, oqozning gapini angladingmi? Ha?
Velosiped. O, abba dadam velosiped topdi. Ha? Mana. O, dadam velosiped oldimi? Ha? Bulamdika? Chiqa. Qadira. Mana albatta bo'g'ozne. Papa. Biz azatlıqqa chiqqan bilan dadam jafodan qutlanmadi. Shu mezgilda mahallimizda pat-pat uning buning velosipedi yutib ketadigan bo'lib qoldi. Shunga dadam velosipedini ansirab, kunda velosipedni 5-qavatdagi uyimizga ko'tarib elib chiqatdi. Hamda atsi velosipedni elib tushatdi. Bir kun tushdan keyin dadam idorasiga olib bir materialni unutib kelib, uyga qaytibdi. Nimani bo'lam? Ma'qul. Umar. Ma'qul. Biz shu kundan boshlab yana piyoda qoldik. Bir kuni maktabdan qaytib, binoning oldiga kelsak, apamning idorasidan ishchilarga birdan velosiped taqibdi. Lekin u bir ayolchi velosiped edi. Voy qarab
qizlardan izlayapti. Bu velosipedning bo'g'ini yaxshi ishdi. Lekin bu ayolchi velosiped menga xeyli ko'p ko'ngilsizliklarni olib keldi. Kızım, çim tutay. Dadaşın çim tutay. Çim tutay. Ümit. Ümit. Ne? Mine, mamamız keçkimiz yine. Minmeyme. Nimişka? Ben oval bal tutsam, bu da ayal tüvesip ki minmeyme. Ben minuvatı ben bala. Sen minme. Mektep mi paraylı? O nimişka teyya ve tutusayım da ben parmaz. Kız gelsen o. O bula acığım gel tüme çıka. Çim tutay. Savoqdoshlarim dadamning velosiped chiroyli ekan deb meni zanglik qildigan bo'lib oldi. Shu sababli ba'zi o'g'il savoqdoshlarim bilan urushib ketgan chog'larim bo'ldi. Bir şey çıkmış. Akretmende. He? Ne oldu? Abi işte bir yakın olan iki. Abirte bu. Ya nerelik işte. Boş. Keyin maktabga oz qolganda uni buni bahona qilib velosipeddan tushib olib maktabga menib ketadigan bo'lib oldim. Bara dadammi bunga ko'nib qoldi. Men doim tushib qoldigan yerda o'zligidan to'xtab meni tushirib qo'ydigan bo'ldi. Bir kuni kutilmaganda Dilshod tog'amning mashina so'qib o'tganlik xabari keldi. Keyin Dilshod tog'amning qutquzish ulim bermay qazo qilganligini bildim. Yiliqi seni zanglik qilib tushingga tekkan bolaning dadasimi? Shundoq. Shu bolaning dadasi. Shuning bilan kichik Dilmira dadasiz qoldi. Bırak. Ulan. Bala, mektep aldın mı? Assalamualaikum rahmat ağa. Mektep komandım. Ve aleyküm assalam bala. Bala, kısış bultasın patasla mı? Buldu rahmat ağa. Sizler kıtevranla. Ben bizden bilen barmı? Esta. Ma, şimdi karımam size bulam. Bala, adası yolda dikkat kıtma ha? Makul. Hı? Hayır, hoş. Ümit, He? fıkan çim tuta. Makul. Yayılık e'lon qilgan postimning haqqini beribdi. Rasma? Qilchiq beribdi. Ajimmi qilib olmasmi? Oho rastı. Hechip yaxshi bo'pti. Endi bu pulni elib bir alanchi istelim. Yo'q, olmayman. Nimishqa? O'zingiz Ümitni tanishlarning oldida ayol chivasidan xichilib o'tgan degandingizga birini evasangiz bo'lmamdi? Ma qara. Qarsam o'g'limizmi o'z maktabga berib keladigan bo'lib qopti. Muyassarni yana bir yil mush velosipeddan to'shib olsam maktabga kirdi. Demak bu velosipedning bizga ahamiyati qolmadi degan gap. Ha? Dilshod tugab ketib, bolalar yetim qoldi.
uchun bu pullarni ularga beraylikkin deyman. Gerçi bu pullar bilan ularni hamma qiyinchilikni hal qilamidik degan taqdirdami tasalli bo'lib qoladi. Dada, Oy. men maktabning darvozasini oldiga chopib qo'yay.